Xo'p, planshet apparat ichida qolib ketgan shogirdlar ishlash jarayonida shu holatda nima qilish kerak? Ko'rib chiqamiz. Buni holatda mana bitta ikkita gaykasi bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar? Faqat men olib tashlaganman buni. Ha, deb endi bunday holat shogirdlar orasida ko'p bo'lib turadi-da. Noto'g'ri qo'yib qoladi. O'sha olib tashlaganman mana. Ha, deb yechavermaydi. Buni ko'tarsam chiqaveradi mana. Xo'p. Mana bu yerda ham ikkita gayka bo'ladi. Mana. Buni ham olib tashlaganman. Shuni yechasizlarda, mana ko'tarib ko'ramiz. Agar bu yoqqacha kelmagan ekan, demak buni ham yechamiz. Mana buni ham yechamiz. Endi atverka bo'lsa yaxshi, bo'lmasa haligi kuchsizroq qilib qotirib qo'yilgan. Bahorda mana bu yerlarni ham artib olinglar. Mana, endi buni ko'taramiz mana. Xo'sh, endi sabab qidiramiz. Nimaga bunaqa bo'lgan? Mana, ushlab turing. Bo'ldi. Aqlamiz. Oxirigacha keltirib, bu yoqdan chiqarib olamiz. Keyin erkin yurishini tekshirish uchun bitta start bosib ko'ramiz. Hop, tiralyapti. Ishlatib. Hop. Yana bitta start bosib ko'ramiz. Erkin yurib chiqish kerak. Bo'ldi. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin desangiz, mana. Buni bunday qo'ygansizlarda katta ehtimol bilan. Bu tomoni yaxshi bosilmay qolgan. Bu tomoni turib tushgan, ana uni yoqiga, mana buni bag'iga qo'yiladi dedim-ku. Tushgan. Lekin bu tomoni bunday bosib qo'ymagan bo'lishlari mumkin. Balkim bosgandirsizlar, bilmadim. Uch kirganda borib turib, bu yoq balandroq-ku. Yoki balkim yaxshi bosilmagan, balandroq bo'lib hisobga qisilib qolgan. Yoki nabarat bo'ladi. Bu tomoni bunday qilsa, bu tomoni agar ko'tarilib qolsa kirmaydi ham. Shu joyda tirq qilib ushlab qoladi. Ba'zan mana uni o'zi ko'tarilib qolgan bo'ladi, mana uni. Tushunyapsizlar? Olyapsizmi o'zi? Keyin ikkinchi holat bo'ladi. Mabodoga. Buni ham aytib o'tay. Mana hozir majburiy bu yoqqa keltiraman-da, mana. Yana bir ba'zi holatlar bo'ladi. Buni borib buni bo'shab qoladi buni. Bo'shab turib, men bo'shab turib bu yoqqa chiqib qoladi metroqqa. Chiqqanda mana bu yo'lga tirilib qoladi. Ana o'shanda men buni qatirib qo'yish kerak. Bu buni lentani bo'shroq joyga tarangroq turishini ta'minlab beradigan narsa. Buni qancha qatirsangiz, bu yoqqa lenta tortiladi, tarangroq turadi. Endi o'ta tarang ham bormas kerak. Me'yorda turish kerak. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa qilib olamiz. Xo'p, yana oxirgi bitta tekshirib qo'yamiz. Shu bilan. Shuni ko'rsatib o'tmoqchi edik. Joyiga xotirib qo'yaverasizlar keyin. Mana kirib chiqishi yaxshi bo'ldi. Endi joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana. Bu tomonlarni biz yopmaymiz, chunki bunday holat ko'p takrorlanib turganligi uchun. Endi bu yerdan xotirib qo'yamiz. Bo'ldi.